Imron. Mana biz Imron bilan baliqqa chiqdik yo'lga. Arnasoy Aydarko'lga qarab yo'lga chiqdik. Imron, yangi sayohatlarga taassuroting qanday? Tayyormisan? Bugungi manzilimiz, boradigan manzilimiz Aydarko'l bo'ladi. Yangilik, yangi joylarni topamiz degan umiddamiz. Yaxshi natijalar bilan qaytamiz degan umidda ketyapmiz mana. Baliq ovlash uchun mana birinchi o'rinda hozir baqa ovlayapmiz. Baqa ovlash jarayoni. Shu qanaqadir latok polyalardan mana biz hali ham yo'ldamiz. Yo'lga chiqqanimizga soatlarni sanaganimiz yo'q. Lekin Aydarko'lning qumlarida yo'limizni mana davom ettiryapmiz. Soat 1:06 o'tdi. Biz hali ham yo'ldamiz mana. Ovning eng qiziq joylari mana shu joyida. Mana Aydarko'lga keldik. Qolib ketgan qanaqadir kemalarni topdik. Kechasi. Toychoq. Qorong'ulikda nima borligini bilmaymiz. Eshkak eshish ham oson emas ekan. Aydarko'lda mana baliq ovlashga kelgan edik. Hozirda natijalar yo'q. Jimjitlik. Har bir qirg'oqlarda bitta ko'ryapmiz ana bizning mashina palatkamiz. Imron cho'milyapti maza qilib. Bizning sayohatimiz va yakshanba kuni dam olishimiz mana shunaqa o'tyapti hozircha. Baliqni nimada ushlayapsizlar degan savol tug'iladi-yu, o'sha savolga javob mana. Sekin chiqarib olamizda. Mana baqada ushlayapmiz baliqni. Shu baqachalarni tashlab qo'yib. Botqoq. Shu botib
boshladi. Mana shundoq tashlab qo'yamiz. Sekin. O, mana narigi bakalashkamizda natija borga o'xshaydi.